Barchalarga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur kremimizni hozir master class qilamiz. Birinchi o'rinda молочкаda yuzni yaxshilab tozalab olaman, sochlarimizni yig'ishtirib olamiz. Xalaq bermasligi uchun shunaqa qilib tursa bo'ladi. Xalaq bermasa bo'ladi. Xo'p, birinchi молочкаda yuzimizni yaxshilab, birinchi tozalab yuvish kerak. Bu har kuni ovqat qilinishi shart yuziga. Masdan tepaga yuz olmaslik uchun. Vaqt bismillah. Xullas yig'ib ustidan yana tonikda tozalab olaman. Umuman bilan salfetkalarimiz sizlarni umuman yerga bermaydi. Bilasizlar, ko'chadagi salfetkalar teriga narsa tashlashi mumkin, qizartirishi mumkin. Chunki o'zimning qizimga ham shunaqa bo'ladi. Umuman ishlatamiz. Xo'p, endi Royal seriyamizda faqat молочка bor, toniki yo'q. O'zimiz oksilojini tonikda yaxshilab artib olamiz. Kechqurun uxlash oldi обязательно yuzinglarni ovqat qilib uxlashinglar kerak. Chunki yuz qarishi, ajin hammasi mana shundan kelib chiqadi. Ko'z atrofi uchun kremimizni yengil surib olamiz. Aylana bo'ylab sekin surib olamiz. Endi hop, zardob bilan ishlatamiz. Shunaqa yuzinglar maza qiladi mana. Juda mayda oltin zarrachalar bor bu kremimizda. O'sha yengil mana o'sha oltin zarrachalarimiz erib ketadi yuzingizda. Bu yuzni rangini ko'pchilik yuzi xiralashib ketadi, yuz rangini qaytaradi, namlantiradi, ajinlar bilan kurashadi, yuzi tar rang ko'taradigan sevib buni kremga qo'shib ishlatsang ham bo'ladi, alohida ishlatsang ham bo'ladi. Endi ustidan diniy moyni sursang ham bo'ladi. Xohlasanglar sevib ham yetarli sizlarga ko'rsataman. Bu mayda oltin zarrachalar yuzingizga erib ketadi surganda.